Buni bitta narx aytaman. Ha. So'ramaydigan qilib. So'ramaymiz. 3 million so'mga 500 ming so'm arzoniga. 2 million 500 mingdan shoshilib telefon qilishaversin. Hop, yosh oilaga qanaqa tushyapti? Yosh oilaga 6 oylik plyuska olishaveradi. 24 ta qahramon. 24 bosh, hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq. Bosh. Mana bir pachka qo'y. Akalar, o'ynaqilab turgan qo'ydan oling, maza qilasiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'y biznes kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar, kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa, videoni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Sariq qishlog'idamiz. Arzonchilarda arzoni. Aka-ukalardan Anvarbek do'stimizdan yana syomkalarni boshlaymiz. Bir qator ma'lumotlarni olib boramiz. Inshaalloh videoni oxirigacha kuzatib boring. Sizga yoqadigan, manzur bo'ladigan qo'ylardan kelgan. Assalomu alaykum Anvarbek. Assalomu alaykum, qahramon. Siz yaxshimisiz? Bugun ham qo'yladi. Qo'zlar, sulular kelgan. Shu legendalar. Ko'rib ko'z to'ymaydiganlardan, qahramon. Soni ko'p, a? Soni ko'p. Xudo xolasa. Birinchi partiyamizga irg'ochi. Irg'ochilar, sog'liqlar. Zo'r ko'paysinlar. Ko'paysinlar, mashalloh. Va qora kashtang bahmonlardan ekan, ammo haqiqatan qo'ylar zo'rdan ekan. Soni nechta chiqdi Anvar? Soni 24 ta qahramon. 24 bosh, hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq. Bitta obunachingizga-da. Bitta obunachiga, mashalloh. Haqiqatan ham qo'ylar qarang. Kashtanglarni qarang, mashalloh. Yaltirab turibdi. Agar ozgina oftob bo'lganda Anvarbek, ha, bu agar doddigizlardi. Haqiqatan o'zi mana telefonda ham ko'rinib turibdi. Holati zo'r. Yosh oilaga qanaqa bo'lyapti endi? Yosh oilaga 5 oylikka olishaveradi, qahramon. 5 oylikka olishaveradi. 5 oylik atrofida. Mana qo'ylar qarang. Oldi keti bir xildan ekan. Hammasi yelkali qo'ylardan ekan. Akalar, haqiqatan boqing, maza qiling. Xudo xolasa bularni ham avgustga borib qo'chqar qo'shishadi. Bemalol qo'shishaveradi. Bemalol qo'shishaveradigan holatda ekan. Anvarbek 24 tasi, hammasi sog'lom, a? Hammasi sog'lom. Yeb-ichari hamma yo'g'ini sinab oldik. Sinab olindi. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta muammo yo'q, sinab bir haftaga garantiyasini beramiz. Xotirjam sinab olishaveradi, qahramonjon. Xudo xolasa. Qo'zini qarang, puch yo'q. Birorta osilgan-posilganliklari yo'q. Qaysi birini tortsangiz hammasi oldi ketib tekis chiroyli qo'zilar. Haqiqatan juda havasga boqadigan, havasga boqiladigan qo'ylardan ekanda, mashalloh. Hali qo'chqorga ham dam berib beradigan holat. Ha, qo'chqorga o'xshab dam beradi. Zo'ridan ekan. Buni qahramonjon o'sha anchadan bir yaxshi qo'ychisi olaman degan odamga, asosan endi dehqondan keldi, dehqonga sotamiz. Dehqonga sotamiz. Qo'y qoladiq odamga beramiz. Xudo xolasa. Zo'rami? Zo'r. Haqiqatan akalar, mana birinchi bolasini o'zingiz olasiz. Holatlari zo'r, ideal holatda. Bo'y basti qanaqa tushyapti Anvarbek bular? Bo'y basti 65 dan 70 gacha olishaveradi, qahramon. 65 plyusga olishaverar ekan, xudo xolasa. Mana. Akalar, xudo xolasa realni ko'rinib turibdi videoda ham. Imkon qadar kelib ko'rib, lokatsiyalar tashlab beriladi. Tepasiga kelsangiz, inshaalloh ishlaring bitirib berilaveradi. Mabodo kelishga sharoit bo'ladigan bo'lsa, bo'ybastlar o'lchab berilaveradi. Ha, asli bo'ybastini, yaxshi qo'ziga bo'ybastini ahamiyati yo'q-ku. Bu o'sarman qo'zilar. O'sarman qo'zilar. Sifat hamma yo'g'i endi birinchi o'rinda turadi baribir. Xudo xolasa. Qo'zini original, qahramon. Xo'p, dastavkasi qancha bo'ladi Anvarbek? Dastavkasi 12 viloyatga yetkazib beraveradi. 12 ta viloyatga ketaveradi inshaalloh. Dastavkadan umuman o'ylashmasin. Endi qoladigani muhimi nima? Narxida endi. Ha, narxi bomba qilamiz, qahramon. Narxi bo'ladigan osmonlarga 38, 37 demayman. 3 million 500 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 3 million 500 ming so'mdan. 3 million 500 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. Barakasi. 3 million 500 ming so'mdan kami ham bo'ladi. Rasprodash. Xayrini qilib beramiz, qahramonjon. 3 million 500 ming so'mdan xayri bo'ladi. Akalar, mana oling, maza qiling. Xudo xolasa, voy, bozorlardan ancha arzon bo'ladi. Bunaqa sifatlarni terib olishingiz kamdan kam. Chunki donalab olasiz-da. Bu qo'ylar mana bir en, bir cho'ponni qo'yi. Olib borib boqing, o'zi bir xil qolipdan chiqqanday holat. Mana bular yemoq qorinlarni qarang, vahshiy dahshat etgan qo'ylar. Anvarbek, endi xayrini bo'ladigan qilib qilaylik. Bu videoni cho'zmasdan. Tusharim, yaxshi qahramonjon. Tusharim zo'r. Bo'ldi. Shu Qo'y biznes kanalidan deb telefon qilsa, birinchi telefon qilganimga 3 million 400 ming so'm ketaveradi. 3 million 400 ming so'mdan mana. Akalar, xudo xolasa, qo'yning narxi ham arzon bo'ldi, bozordan ancha arzon. Imkon boricha kelib ko'rib oling. Xudo xolasa, kelsangiz ishqiboz bo'lasiz. Yoqtirib qoladigan qo'ylardan. Voy, boqing, maza qiling. Inshaalloh tez kunda foydasini ko'radigan, ozgina yem bilan o'zgaradigan vajlar kelib qoldi. Qarang, haqiqatan kashtallardan zo'rda. Iloji boricha tepasiga kelib ko'rishni maslahat qilamiz, qahramon. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin qo'zini holati ideal. Ideal. Sifat ko'rib turibsiz. Telefonda ham yaxshi ko'rindi. Endi asli bilib olishdi akalar. Bundoqda telefonda ozgina katta ko'rinishini ham bilishadi, lekin mana bu qo'ylar o'zini holatida chiqazib beryapti. Xudo xolasa, borgandan keyin ham otangga rahmat Anvarjon deyishadi.
Anvarjon hammasini bir joyga olsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, lekin общий summadan bitta narsa o'tib beramiz. O'tib beramiz. Xudo xolasa. Telefon qilgan odamga xayri bo'ladi bari. Xayrini qilib beramiz. Bo'lmasa biz keyingi partiyamizga navbat beraveramiz, a? Ha, beraveramiz. Akalar, ikkinchi partiyamizga mana navbatda berib oldik. Qo'chqorlarni zo'ridan ekan. Mana bu qo'ylar dumbalarni qarang, mashalloh. Katta qo'chqorlarga dam beraman deyapti-ya. Soni nechi bosh Anvarbek? Soni 15 ta qahramon. 15 bosh. Hammasi qo'chqor-a? Hammasi qo'chqor. Hech maqtasi yo'q. Yo'q, unaqasi yo'q. Xudo xolasa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat deb qo'yasizlar. Bunaqa zo'rlari kamdan kam uchraydi akalar. Xudo xolasa, sizlar uchun maxsus zavqlar. Hop, yosh oilaga qanaqa tushyapti? Yosh oilaga 6 oylik plyusga olishaveradi. 6 oylik plyusda bo'yvasdan. 6 oylik plyusda. Bo'ylar 70 ga olishsin. 70 ga olasiz. Ha, 75 gacha 70 ga olishsin. Mashalloh, zo'rlardan ekan. Xudo xolasa, akalar, narxi ham arzon bo'ladi. Buni ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Ha, buni ham 12 viloyatga yetkazib beramiz. Sara desangiz sari, qora desangiz qora, kashtang desangiz kashtangidan bor ekan akalar. Xudo xolasa, sizlar uchun maxsus turda. Mana bular, qarang. Ko'tarilmaydigan darajada ketdi ekan, mashalloh. Zoti ham zo'r ekan, xudo xolasa. Maza qilib boqing aka, xudo xolasa, ichidan hammasini bir joyga olsangiz, 2 donasini zotga chiqarsangiz, qolgani va bordoqlikka sotsangiz, 2 dona zoti, xudo xolasa yetadi, qoplab ketadi qolgan pulini. Akalar, haqiqatdan bo'ladigan vaj bo'ladigan qo'llar ekan. Xudo xolasa, yemoq ichmog'iga bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta bemalol sinab olishaveradi. Bu o'sha 10 tala, 15 tala, o'sha bitta obunachingizga, anchadan beri zo'rnab yuraman, bir olib maza qilib qo'yib olaman degan odamlarga 15 ta ketaveradi. 15 ta ketaveradi. Bir joyga, xudo xolasa. Mana akalar, bir joyga 15 ta. Xilidan. Bitta ikkitalab olib nima qilasiz aka? Bitta qo'ra boqing, maza qiling aka, xudo xolasa. Mana o'zi ajratagani yo'q. O'zi Anvarbek to'plab chiroyli qilib, bir qo'ra qilib olib kelibdilar, xudo xolasa maza qilasiz. Endi Anvarbek buni yemoq-ichmog'i bir hafta garantiyasi bor dedik. Bular 70 ga dedik. Xudo xolasa, endi narxi qoldi xolos-da buni. 70 plyusga ham yuradi, endi 70 ga olishaveradi, qaraman. Yo'q, endi 70 plyusdan baland. Sizga borgandan keyin rahmat otangga deb qo'yishibdi. Bo'ldi. Mana 4 milliondan berishaveradi. yo'q, endi javob berolmang. Arziydi qo'yish. Bu arziydi. Lekin saroyda arzon bo'ladi. Sizlar saroydan ko'ra ham sizlar bo'ldi, maydashida qilmaymiz. 38 dan bir joyga ketaveradi. 3 million 8 million. Ha. Yana ham xayr bo'lsin-chi. O'z to'rga ham ko'taraveradi, qaraman. Yo'q, ko'taradi. Endi sizda arzon bo'laversin. Bo'ldi shu gap. Qo'y biznes kanalidan Anvarjon hammasini bir joyga aytsa, 3 million 500 ming so'mdan ketib Barbar aka. Mana akalar, 3 million 500 ming so'mdan voy zo'rini olaman deyapsizmi? Mashalloh deb yozib, otangga rahmat deb tez telefon qilavering, bunaqasi kamdan kam keladi. Mana bu qo'ydi. Qarang, holati. Mana shuni bitta ushlang, Anvarning monosini. Haqiqatdan mana shu qo'ydi. O'zingiz bo'lsangiz ham 4 millionga bermaysiz mana shu qo'ydi. Bu orqa oldini ham olib qo'ying. Deyarli mana orqasi bilan oldi ham bir xilda, ko'ringlar. Haqiqatdan o'ynoqlab turgan qo'y ekan. Zo'ridan ekan, akalar shoshhiling. Bunaqasi kamdan kam keladi. Xudo xolasa biz keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Bizdan yarolashmay. Qaramanjon, o'sha 2,5 millionga ham qo'zilarimiz bor. Bitta ikkita emas, soni 10 ta. 2,5 milliondan ham chiqadi. Beramiz, qilib beramiz. Xudo xolasa, bo'lmasa biz keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Akalar, mana 3-partiyamizga ham qo'chqorlarni zo'ridan so'rayapsizmi? Xudo xolasa maza qiladigan vajlardan ekan. Bugun videoni ko'rib maza qilyapsiz, xudo xolasa. Soni nechi bosh chiqdi? Soni 10 dona, qahramon. 10 bosh. Mana bir pachka qo'y. Akalar, o'ynoqlab turgan qo'ydan oling, maza qilasiz. Mana bu qo'ylarni qarang, mashalloh. Hammasi tik dumbavanetlardan ekan. Zo'rlardan ekan. Yosh oilaga qanaqa bo'lyapti? Yosh oilaga 5 oylikka olishaveradi. 5 oylikka olishaveradi. Xudo xolasa. 5 oylik atrofida. Voy. Mana aka, maza qilib boqing. Bitta narsa, qo'yil qo'lyapman, bu qo'ylarni mana oyoqlariga e'tibor bering. Hammasi baquvvat oyoqdan ekan. Stakan tuyoqlardan ekan. Akalar, shunaqasidan boqing, xudo xolasa tez o'zgaradi. Ozgina yem bilan tez o'sadigan. Kundan kunga vaj, kundan kunga ves, kundan kunga bo'yi o'sadigan vaj mana shu. Akalar, xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab, Anvarbek, otangga rahmat, zo'rini topib kelibsan. Endi shuni menga ber o'g'lim desangiz bo'ldi, Anvarbek. Telefon qilishingizga qo'ydi, sizga jo'natishga tayyor bo'ladi. Jo'natamiz, qahramonjon, jo'natamiz. Dastlabkasi qancha bo'ladi endi buni? Yo'q, dastlabkasi o'sha 12 viloyatga ketaveradi. Viloyatga ketaveradi. Bugun endi hali son azroq, lekin o'sha ma'noli bo'lsin. Ma'noli bo'lsin. Narxi yengil, sifati zo'r. Zo'r. Mana va yakka oling, mana 10 ta ko'rsangiz qo'ylar zo'r ko'rinyapti. Holatlari zo'r chiqyapti, xudo xolasa. Mashalloh. O'ta chiroyli qo'ylar ekan. Havas qildik. Endi Anvarbek buni ko'p qiynamasdan narxini aytib qo'yamiz. Yemoq ichmoq salomatligiga yaxshi-ya? Ha, bir hafta qahramon sinab olishaveradi. Bebichara, hamma yo'g'i zo'r, sog'lom qo'zilar. 12 ta viloyatga ketaveradi. Bo'ybasti. Bo'ybasti
65 plyusga olishaveradi. 65 plus 70 gacha chiqaveradi qo'ylar. 70 gacha chiqaveradi. Xudo xolasa. Endi narxi qulay bo'lsa, xudo xolasa aniq telefon qilishadi. Qani bitta narxini ko'rishaychi. Qahramon, Bo'ldi, bering. buni akalarini 3 million 500 ming qo'ydi. Qo'ydik. Aha. Bunisidan endi 100 ming o'tgan uy olamiz. 200 ming so'm o'tib beramiz. 3 million 3 million 300 ming so'mdan bir joyga bor baraka. 3 million 300 ming yengil bo'ldi, yengil sotamiz. Xudo xolasa, haqiqatdan yengil bo'ldi. Otangga rahmat Anvarjon deng. Xudo xolasa, hammasini bir joyga olsangiz, tepasiga kelib, oshagan qo'lingda mahkam qisib turib, Anvarbek yana ozgina xayri bormi desa, Shu kelib turib, qo'lda ushlab turib, uka, shu qo'yinga mana 32,5 dan sanayman, bir joyga beraversam desa, beraveramiz. Qahramon. 3 million 250 ming so'mdan bunaqasi bo'lmagan rasprodaji bo'ldi. Bugun yengil kelibdi, yengil sotamiz. Akalar shoshiling. Yakshanba kuni, dam olish kuni bugun shanba, ertaga yetkazib yuborib beriladi. Xudo xolasa, ko'ring, maza qiling. Hammasini bir joyga olaman desangiz, yana xayri bo'ladi. Biz keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Qahramonjon, bu 4-partiyamiz, yakuniy partiyamizga arzon kayflardan ko'rsating. Arzon kayflardan. Arzon Mana kayflar. akalar, arzonini arzonidan, kambag'alni boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradigan vat. Voy akalar, xudo xolasa, narxi o'ta qulay bo'ladi deb va'da berildi. Narxini bitta eshitamiz, xudo xolasa. Soni nechta chiqdi? Soni 12 ta qahramon. 12 bosh. 12 Qo'chqor sovliq, ha? Ha, qo'chqor sovliq aralash. Aralash. Nechta qo'chqor, nechta sovliq bor buni? 4 dona qo'chqor, qolgani irg'ach. Irg'ach. O'zidan o'zi ko'payaveradigan vajdan. Ko'payadi. Xudo xolasa, ham qo'ylar qarang, mashalloh, juda chiroyli vaj. Akalar, xudo xolasa, olib qo'ying, maza qiling. Bunaqasi kamdan kam keladi. 12 boshni bitta yerga qamang. Xudo xolasa, boshida aytyapmiz-ku, xudo xolasa, bitta ikkitasidan chiqib ketadigan vaj, bitta ikkitasidan chiqib ketadigan narxlar qo'yib berilyapti. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Kundan kunga mana Anvarbek qo'ydi narxi oshyapti. Tushyapti deyiladi-yu, oshyapti. Oshyapti. Aslida oshyapti, qahramon. Har safar oshyapti. Lekin sizda unaqa emas. Yo'q, yo'q. Buni narxini qulay qilamiz. Mana bu qurbonlikka ancha odamlarning qo'rasi bo'shayapti-yu. Mashinalar tashab qo'ysa, Bu yaxshi-da. Pulni o'stiradi. o'stiradi. Kam rasot. Ha. Bitta qo'ylarning puliga 3 ta qo'y berasiz, xudo. Daromadni zo'rini Zo'rini qilgan qiladi. shu qahramon. Yosh oilaga qanaqa endi bular? Yosh oilaga 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Ha, 3,5 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Yemoq, ichmoq, sog'liq salomatligi zo'r. Ha, sanab olishaveradi. Yana bir hafta qaraman. Katta xotirjam sinab olaverasizlar. Akalar, qo'yni holatlarini qarang, ideal turibdi, mazahon. Endi buni bo'yvasini so'rash kerak yo'q, qo'zi narsa. Lekin xom taxminga Ha, hamtam endi ko'zchim olishaveradi qaraman. Bu narx arzon. narx arzon bo'ladi. O'lchab berilaveradi mabodo so'rasa. Xo'p, endi videoni oxirigacha alik qilayotda cho'zmasdan chiroyli qilib narxini ayting. Odamlar maza qiladi. Buni bitta narx aytaman. Ha. So'ramaydigan qilib. So'ramaymiz. 3 million so'mga 500 ming so'm arzoniga. 2 million 500 mingdan shoshilib telefon qilishaversin. 2 million 500. 2 million 500 mingdan hech qanday chiqayda 3 millionga ham qo'y yo'q. 2 million 500 ming so'mga ketaveradi. Barakasi Bor baraka. 2 million 500 ming so'mdan akalar mana sizlar uchun arzon narxlarda bo'lyapti. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. 2 million 500 ming so'mdan. Voy, qayda beradi akalar? Shoshiling, shoshiling, shoshiling. Voy, biz manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Anvarbek do'stimiz qo'y firmasida bo'ldi. Voy, bugun o'ta arzon bo'ldi. Xudo xolasa, oling, maza qilib boqing. Xudo xolasa, nasib qilsin deb keting, hech bo'lmasa olmasangiz ham.